O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida sog' tanda sog'lom aql shiori ostida yengil atletikaning kross yugurish turi bo'yicha musobaqa tashkil etildi. Universitet tashkil topganining 70 yillik yubileyi hamda 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan o'tkazilgan bellashuvlarda professor, o'qituvchilar va talaba yoshlari ishtirok etishdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga asosan jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanish hamda sog'lom turmush tarzi bo'yicha hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish, jismoniy faollik tadbirlarini tizimli va samarali tashkil etish maqsadida O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida kross yugurish turi bo'yicha musobaqa bo'lib o'tdi. Ayollar o'rtasidagi yugurish musobaqasida 3-o'rinni egalladim. Bu musobaqani asosiy maqsadi va nimadan iborat? Bu aholini sog'lomlashtirish, ommaviy sportni targ'ib qilish aholi o'rtasida hamda davlatimiz, hukumatimiz tomonidan, qolaversa universitetimiz rahbariyati tomonidan sportga berilayotgan e'tiborda deb o'ylayman. Shu fursatdan foydalanib barcha ustoz va murabbiylarni, hamkasblarimni 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan chin dildan muborakbod etaman. Mazkur kross yugurish musobaqasida oliygoh rahbariyati, professor, o'qituvchilar, ishchi xodimlar, talabalar, shuningdek Chirchiq shahri aholisi, mahalla faollari, faxriylar va maktab o'quvchilaridan iborat jami 1800 dan ortiq ishtirokchilar qatnashishdi. Yugurish musobaqasi so'ngida g'olib va sovrindorlar munosib taqdirlandilar.